Aholi uchun tezkor xabar. 16 va 19 aprelga qadar ob-havo prognozi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sahifamizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 17 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 16 va 17 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikgacha esishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 va 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Janubiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 16 aprelda ayrim joylarda ba'zida 28 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq bo'lishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 aprelda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 aprelda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 17 aprelda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon va Namangan viloyatlari ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 aprelda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Janubiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog' oldi va tog' hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 va 18 aprelda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 16 va 17 aprelda ba'zi joylarda kuchli momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li joylarda yomg'ir yog'ib qorga aylanishi mumkin. 16 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Janubiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq payti 15-20 darajagacha ko'tarilishi mumkin.